Boshlaymiz. Assalomu alaykum do'stlar. Bugun So'z dengizi kanalida suhbat bo'lib o'tadi. Uni hamkasbim Mehroj Abdiyev va men Ibrohim olib boradi. Bugun suhbatimiz mehmoni Zuhriddin Sulaymonov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Zuhriddin Sulaymonov 1997-yil 8-noyabrda Buxoro viloyatida tug'ilgan. O'rta maktabni tamomlagach, kompyuter sohasini tanlab, ushbu yo'nalish bo'yicha o'z qiziqishlari ortidan kibersportning e-futbol yo'nalishi mediasini O'zbekistonda keng ommalashishiga sabab bo'ldi. Kiberfutbol bo'yicha skaut, analitik va turnirlar tashkilotchisidir. O'zbekistondagi ilk e-futbol media jamoasi asoschilaridan va hozirda yagona bo'lib turgan katta masshtabdagi e-futbol media kubogi turniri tashkilotchilaridan biri sanaladi. Hozirda bor harakati bilan kibersportda o'zbekcha muhit va yo'nalishlarni tatbiq etib, dunyo miqyosida yurtimizni tanitish uchun katta bel bog'lagan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hammaga. Do'stlar, bugungi mavzuyimiz, aynan bugungi suhbatimiz so'z san'ati, so'z madaniyati, kitobxonlik san'ati va kitobxonlik madaniyati bilan bog'liq va bugungi suhbatimiz siz azizlarga manzur kelsa, biz bundan bag'oyatda xursand bo'lar edik. Yana bir narsani ta'kidlab o'tish joiz. Hozirgi barcha bildirib o'tadigan fikrlarimiz shaxsiy va bu fikrlar o'zimizdan bo'lgan fikrlar sanaladi. Ya'ni o'zimizning aytib o'tgan fikrlarimizdir. Demak, bugungi mavzuyimizni ochib berish uchun mehmonimizga yuzlansak, albatta Zuhriddin aka, bilamiz, sizni kibersport bo'yicha ham tanishadi, mutaxassis sifatida ham tanishishadi. Aytib o'tdingchi, to'g'ri, kibersport yo'nalishi bilan kitobxonlik madaniyati bir-biridan bog'liq bo'lmasligi mumkin, lekin o'ylab qaraydigan bo'lsak, albatta bu madaniyat, bu san'atni birga bog'lasak, ajoyib sermahsullik kelib chiqishi mumkin. Sizdan fikr so'rab o'tmoqchiman. Kitobxonlik madaniyati, umuman so'z madaniyati deganda o'zingizning tushunchangizni bildirib o'tsangiz. Assalomu alaykum yana bir bor. Taklif uchun juda xursand bo'ldim. O'ylamagandim podkastlarga chaqirilib, bunaqa suhbatlarda mehmon bo'laman deb. Bizning yo'nalish shunaqa, to'g'ri, e-futbol mediasi yo'nalishi O'zbekistonda endi yangi rivojlanib kelayotgan yo'nalishlardan. So'z juda muhim o'rin tutadi, chunki hozirda ayniqsa o'zimizda o'zbek tilini davlat miqyosida rivojlantirilayotgan bir vaqtda e-futboldagi va umuman kibersportdagi tushunchalar, barcha atamalar ingliz tilida yoki chet tillarda bo'ladi. Shuni imkon qadar o'zbek tiliga, o'zbek auditoriyasiga tushunarli, ochiqroq qilib yetkazib berishimiz uchun albatta so'z juda muhim va uni oldida vaholanki kitob ham. Kitob o'qimasdan, so'z boyligini orttirmasdan lug'atlarni tarjima qilish juda ham qiyin bo'ladi. O'zi boshida ham ko'p atamalarni ingliz tilida yozib qo'yganman, ancha tushunarsiz bo'lgan, ko'plab savollar paydo bo'lgan. Hozirda mana shu aytganingizdek so'z boyligini oshirish yordamida, so'z yordamida, so'zni kuchi yordamida ham mana shu qilayotgan suhbatlarimizda, qilayotgan yozayotgan maqola tezislarda ham ancha foyda bermoqda. Juda katta o'rni bor. Ayniqsa o'zimizda auditoriyalar uchun. Albatta, fikrlaringizda jon bor, chunki so'z madaniyati, kitobxonlik madaniyati orqali barcha sohalarni sekin-astalik bilan rivojlantirishimiz mumkin. Ibrohimjon, savollaringiz bo'lsa? Hozir til masalasida gapirdingiz. Shunga sizdan so'ramoqchi bo'lgan narsam, siz nechta til bilasiz? Til qanchalik muhim bizning hayotimizda? Tilni o'rni katta, til bilgan el biladi deydi o'zimizda. Shunaqa bor, maqollarimiz bor. Til asosan endi biz o'zimiz turkiy xalqlardan bo'lganimiz uchun baribir qonimizda tortsa kerak turk tilini. Turk tili bor, rus tili, endi rus tili o'zimizda ham ajralmasdi. Ingliz adabiyotlari, chunki bizda kibersportda va internet texnologiyalarida albatta atamalar yoki qanaqadir maqolalar, yangiliklar ingliz tilida olib boriladi. Albatta. Uni hech bo'lmaganda texnik adabiyotlarni o'rganib turish kerak. Ingliz tili, keyin o'zimiz asli Buxorodan bo'lganimiz uchun biz tomonlarda tojik tili ko'proq ishlatiladi. Shuni tojik tilida ham shunda nechta til bilgan bo'lyapsiz? Turk tili, rus tili, tojik tili, o'zbek tili, turk tili.
Endi o'zbek tili ona tilimiz. Albatta, shu qatorda menda ham savol uyg'ondi. Bilamiz, bizning mamlakatimiz O'zbekistonda turli xil millat, elatlar yashaydi. Aytib o'tganingizdek, Buxoroda forsiy tilga moyil shaxslar bor. Samarqand yoki masalan Vodiy haqida ham so'z yuritadigan bo'lsak, Vodiyda ham qisman forsiy yoki haqiqiy turkiy zabonlikka o'xshash lahjali so'zlar ham bor. Endi bu narsalarni aynan so'z madaniyati, so'z san'ati deb aytib o'tish qanchalik to'g'ri yoki noto'g'ri, buni biz aytib o'ta olmaymiz, chunki umumiy fikrlarimizda xatoliklar bo'lishi mumkin va bu xatoliklarimizni bizni kuzatib turgan kuzatuvchilarimiz aytib o'tishlari mumkin. Shuning uchun ham albatta kitob haqida ham to'xtalib o'tsak qisqacha, to'g'ri, so'z madaniyati bilan kitob madaniyatini birlashtirgan holatda hozirgi davrda ochiq aytishimiz joiz, kitobga bo'lgan talablar, kitob madaniyati, mutolaasiga bo'lgan talablar keskin pasayib ketdi. Albatta. Aytib o'tingchi Zuhriddin aka, albatta siz o'zingiz yo'nalishingizga moslab ham aytib o'tishingiz mumkin. Kitob madaniyatini oshirish bo'yicha qanday o'zingizning takliflaringiz bor? Masalan, e-futbol bilan bog'liqmi yoxud o'zingizni alohida takliflaringiz bo'lishi mumkinmi? Shu haqida aytib o'tsangiz. Kitob o'qish avvalambor juda muhim. Chunki birinchidan sog'liqqa foydasi bor. Chunki mutaxassislar ko'p tavsiya qiladilar. Kunida 2 mahal kamida kitob o'qish kerak. Miyani rivojlanishiga katta foydasi bor. Ortiqcha bosimni bosh miyasidan yechib tashlaydi kitob o'qish mutolaasi. Xo'p, mutolaa juda foydali inson uchun. Men taklif qilgan bo'lardim ko'proq. Hozirda endi internet texnologiyalar davri bo'lgani uchun Booknomida ko'ramiz ko'p nimada planshetda elektron tarzda kitoblar bor. O'zimizda ham bestseller asarlarimizni elektron tarzda ko'proq bo'lishini istagan bo'lardim, chunki hozir qochib bo'lmaydi. Zamon internet texnologiyalariniki. Biz yoshlarga moslab shu madaniyatni olib kirmasak, u madaniyat bizni mana shu kitobxonlik madaniyatini olib chiqib ketishi mumkin. Chetga chiqarib qo'yishi. O'zingizni misol sohangiz uchun ya'ni ko'p harakat qilganmiz, uni bilamiz. Harakat qilgansiz, uni bilamiz. Siz qancha ko'p kitob o'qiysiz? Ya'ni bir kunda necha sahifa kitoblar Bir o'qiysiz? kunda to'g'risi ishga borib kelishda endi qo'shimcha ishlar bilan shug'ullanamiz. Kundalik mana shu yo'lda yurganda ham kamida 5 sahifadan 20 sahifagacha Bir kitob kunda. o'qib turaman bir kunda. Endi kun ora o'xshamay qolishi mumkin, chunki tiqilinch bo'lib qoladi. To'g'risi tushunib yetib o'sha sahifani mazmun tushunib yetmagancha qayta-qayta ham o'qiveraman ko'p hollarda. Siz uchun tinglama muhimmi yo mutolaa? Ya'ni kitobni o'zi bilan ko'pchilik hozir metroda, avtobusda, ijtimoiy transport vositalarida ko'proq eshitish orqali bo'lyapti. Shuning uchun ko'pchilik shu ikki savolni beraveradi. Shaxsan o'zimga ham kitobni o'zi olib, PDF varianti ham kerak emas, tinglashda ham shaxsiy fikrim bu. Mutolaaga yetmaydi baribir. Bir joyda o'tirib, bir choy ustida. Albatta to'g'ri, lekin Ibrohimjon, fikringizga bir zidroq fikr bildirib o'taman. Hozir aytib o'tdi Zuhriddin aka, texnologiya asri, bu asrdan qochib qutulib bo'lmaydi. To'g'ri. Ba'zan yoshlar misol uchun 300 yoki 100 betlik kitoblarni ham avtobuslarda, ijtimoiy transport vositalarida o'qib ketishga hattoki ba'zilar dangasalik qiladi ham deb aytishimiz mumkin endi. Bu o'rinda albatta audio kitoblar, audio maqolalar, audio kitoblarni eshitish orqali o'sha narsalarni o'zida nima deydi, singdirib olgan holatda bemalol ketishlari mumkin o'sha fikrlarni eshitib, kitobdagi fikrlarni eshitib. Endi bu narsalarni qanchalik mutolaa madaniyati bilan yoki kitob madaniyati bilan texnologiya madaniyatining qorishib ketganligini ajratib olib bo'lmaydi hozirgi misol uchun aytishimiz mumkin. Shuning uchun ham Zuhriddin aka yuqorida ta'kidlab o'tdilar, o'zini madaniyatini, o'zini rivojlanishini alohida ta'kidlab o'tish kerak. Ya'ni texnologik sohadagi kitob madaniyatini, bu sohadagi madaniyatni va shu o'rinda menda yana bir savol uyg'onib qoldi Zuhriddin aka. O'zingiz aytib o'tdingiz, albatta ishga borib kelish jarayonida yoxud yo'llarda kitob qo'limga tushadigan bo'lsa, albatta o'qiyman deb. Misol tariqasida bir nechtasini aytib o'ta olasizmi yoki adabiy kitoblarmi ular yoxud badiiy kitoblarmi, hech bo'lmasa ikki donasini? Oxirgi marta mutolaa qilganim, ko'proq uzun davom etgani Imom G'azzoliyning O'limdan so'ng kitobi. Ajoyib kitob, ajoyib. Uni o'qishda o'zi ko'p varaqlik emas.
Lekin tushunib olganimcha bir oycha vaqt ketgan. Bir oy qayta o'qiganman. Demak, bir kitobni ancha vaqt o'qib qo'ygan ekansiz. Bir kitobni ancha vaqt o'qib turaman, chunki aytganimdek bir kunda 5 sahifa o'qisam ham, lekin o'sha 5 sahifani tushunib yetishga va hayot bilan tatbiq qilish, solishtirishga harakat qilib ko'raman. Chunki baribir badiiy adabiyot bo'lsa ham ichida nimadir o'rnak oladigan joyi bo'ladi va hayotda qanaqadir vaziyatdan chiqib ketadigan joyi bo'ladi. Siz uchun jahon adabiyoti yaxshimi yo o'zbek adabiyoti? Birinchi o'rinda o'zbek adabiyotini qo'ygan bo'lardim, chunki o'zimizniki bo'lgani yaxshi. Chunki o'zimizni adabiyot kitoblarimizni qo'llab-quvvatlasak, menimcha yaxshiroq bo'ladi. Jahon adabiyotini albatta chetga surib qo'ymaslik kerak. Chunki o'zimizni qobig'ida ham qolib ketmasligimiz kerak. Yo'q, mening fikrimcha hozir jahon adabiyotida ko'p kitoblar mashhur bo'lyapti. O'zbekistonda ham, misol, Jinoyat va jazolar hozir hamma ijtimoiy tarmoqlarda, Ibn Xaldunning muqaddima asari, keyin mana Yashamoq asarlari hammasi uje chetdan kelyapti-da bizga. Uni endi o'zimizdagi mashhur yuzlar taklif qilyapti. Podkastlarda, suhbatlarda uni o'zimizdagi mashhur insonlar taklif qilgani uchun ular ham shu o'zimizda adabiyotlarni ko'rib chiqib, o'zimizda adabiyotlarda nimadir qo'shimcha kiritiladigan joylari bo'lgani uchun buni taklif qilishyapti. Bo'lmasa, ko'p ko'rganmiz, olimlar hech qachon ta'kidlashdan charchashmaydi. O'tgan kunlarni doim aytib turishadi. Chunki o'sha tuzumni to'liq yoritib bergan. Albatta. Shu joylari bor endi. O'zimizda ham bor. Shu joyiga bitta misol aytib o'tib ketaman. Ibn Sino vaqtida mana shu tarix otasi deydi. O'sha insonni adashmasam Aristotelmidi? Shuni yo Aristotel yo Arastu, agar mubolag'a bo'lib qolishi mumkin. Shuni kitobini ancha o'qib tushunmagan. Ancha vaqt o'qib tushunmagan. Keyin bir kitob sotib yuradigan bo'lgan. Aravada kitob sotib yuradigan eski kitoblarni. O'shanda bir kichkina jamlanmani ko'rib qolgan. Shuni olganlar, o'qiganlar, bittada tushunganlar. Keyin uni o'zi muallifini ko'rsalar, Farobiy bo'lgan. Farobiy sharh yozgan bo'lgan o'sha kitobga. Xuddi shunaqa o'zimizdan ketgan bu madaniyat va o'zimizga endi ozgina qiyinchilik bo'lsa ham qaytib kelyapti. Lekin sekin qaytib keladi. Qaytsa, men aniq ayta olaman, ko'p ustozlar ta'kidlab o'tayotganlaridek dunyoga ustoz bo'la oladi bizning millatimiz. Chunki mana shu so'z til madaniyatida ham e'tibor bergan bo'lsangizlar, har qaysi tilda faqat biz lahjasiz, hech qanaqa ularsiz gaplasha olamiz. Boshqalar bizni tilda yoki chet tillarda gapirsa baribir bilinadi. To'g'ri, shu o'rinda yana bir narsani aytib o'tish joiz. Siz yuqorida ta'kidlab o'tdingiz, yorqin shaxslar kitoblarni taqdim etishyapti, bizlarga ko'rsatishyapti deb aytib o'tdingiz. Lekin ba'zilarda ko'ngilni xira qiladigan joylari ham bor-da. Yorqin shaxs degan kishilarimiz ba'zi kitoblarni hatto o'zlari o'qimasdan turib ham ularni kitobxonlarga taqdim etyapti va balki o'sha kitobxonlikni targ'ib etish albatta ko'zbo'yamachilik ostida, niqob ostida, ko'zbo'yamachilik ostida. Ko'zda tutilgan maqsad, ya'ni moliyaviy tarafdan hamma. Yo'q, albatta tushunarli, pul masalasi oldinga keladi, lekin inson agarda mutolaaga sevimli bo'lib, mutolaani sevsa, uni ijod sifatida yaxshi ko'rsa, o'sha narsani nima deydi, insonlarga taqdim etishni o'zida dilida tugib qo'ygan bo'lsa, hech qanday yorqin shaxs yoki o'sha yorqin shaxs ham vijdonan albatta u kitobni taqdim etadi-da. Lekin o'sha biz aytib o'tgan ba'zi kimsalar deb aytishimiz mumkin, yuqoridagi shaxslar, endi qo'sh tirnoqdagi shaxslarni, ushbu shaxslar qo'pol bo'lsa ham ko'z bo'yamachilik asosida kitoblarni keltirib o'tishyapti. Bu juda ko'ngilni xira qiladi-da. Yana bir tomoni ham bor, chunki hozir maqsad shunaqa, kitob bo'yicha e'tibor juda ko'p bo'lyapti. Bunda bir xillarda zamondan orqada qolmaslik degan qo'shtirnoq ichidagi tushuncha bor. Chunki hammasi suhbatda olib boryaptimi? Demak, o'sha to'lqinda bo'lish uchun bu ham o'sha mavzuda qanaqadir so'z, fikr bildirib qo'yish kerak. Ana bu tomoni ham bor. Shu uchun ulardan xafa bo'lmaslik kerak, chunki baribir shu g'alurni suvdan ko'targan payt hammasi chiqib keladi. Hozir o'zbek adabiyotini rivojlantirishga qaratish kerak dedingiz. Sizga jahon adabiyoti, o'zbek adabiyoti deganimda. Xo'p,
o'zbek adabiyotida mashhur asarlar o'ta kamda. Ya'ni nima deb o'ylaysiz, nimaga chiqmayapti bizda? Misol o'tgan kunlar hali ham birinchi o'rinda turibdimi? O'tgan kunlar chiqqaniga, ya'ni hozirgacha qancha vaqt bo'ldi? Ungacha birorta asar chiqmadimi? Ya'ni o'tgan kunlarda o'rnini bosadigan. Unaqa chiqqan bo'lishi mumkin. Bizda yoshlarga e'tibor kamaydi. Shu sababdan bo'lishi mumkin. Chunki she'riy to'plamlar, she'rlarni ko'p ko'zim tushib qoladi. Hamma misol uchun to'g'ri, so'z juda zo'r yozilgan. Oldingi mana shu adiblarimizniki, ularni hech qanaqa inkor qilib bo'lmaydi. Lekin yoshlarga ham e'tibor berish kerak. Zuhur aka, o'zingiz o'qigan kitoblardan 3 ta tavsiya. O'zim o'qigan bo'lsa, birinchi o'rinda baribir jamiyatga foydali bo'lib, jamiyatga tegishli bo'lib yetishlik uchun ijtimoiy odoblar, iymon, Shayx Muhammad Yusuf. Oxirgisi hayotimizni mana shu qoqilmaslik uchun, mana shu o'zimizni mentalitetimiz, o'zimiz davlatimiz bilan hamnafas bo'lib birga rivojlanish uchun O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. Ajoyib kitoblar Zuhuriddin aka. Shu o'rinda bizga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetib qoldi. Aytib buyurmaysiz. Bizni kuzatib turgan do'stlarimizga ham aytib buyurmaysizlar deb aytib qolaman. Vaqtingizni ayamasdan kelganingiz uchun kattakon rahmat. Kamchiliklar uchun uzr so'raymiz albatta. Biz uchun vaqt ajratganingiz uchun alohida rahmat. Albatta. Shu o'rinda YouTube'dan bizni kuzatib turgan do'stlarimizga aytib o'tmoqchiman. Kamchiliklar uchun uzr so'raymiz. Albatta keyingi podkastlarimizda kimni mehmon bo'lishini xohlashingizni yozib qoldirsangiz, bizni ijodimizni layklar orqali qo'llab-quvvatlasangiz, bizni boshimiz osmonga yetardi va sizlar uchun albatta bundan ham zo'r podkastlarni uyushtirishni harakatda boshlaymiz va bu albatta davomiy bo'ladi deb o'ylayman. Hammangizga kattakon rahmat. Kamchiliklar uchun uzr so'raymiz. Sog' va salomat bo'ling. Kitob o'qish esdan chiqmasin. Sog' bo'ling. Hatto mavi osmonning bor adog'i, ammo oliy tafakkurda sarxat yo'q. Bu olamning jumbog'i ko'p, bu olamning so'rog'i ko'p, bu olamda savol cheksiz, bu olamda xayol cheksiz. Bu olamning jumbog'i ko'p, bu olamning so'rog'i ko'p. Dunyo hamjamiyati jonajon vatanimizni yoshlariga qarab, ularni yongan ko'zlariga qarab, ularni bilimga chanqoqligiga qarab, ertangi kunga befarq emasliklariga qarab lol qolayapti, hayron qolayapti. Shuning uchun men fursatdan foydalanib mana shu aziz farzandlarimga yana bir marta aytmoqchiman. Yangi O'zbekistonni poydevori, 3-Renessans poydevori kim quradi? Faqat va faqat sizlar qurasizlar uni.